O'zbek estradasi yulduzi, Nihol mukofoti sovrindori va Shuhrat medali sohibi Dilmurod Sultonovdan Isroildagi muxlislar uchun konsert dasturlari. 12 sentyabr Ramle shahridagi San'at saroyida va 13 sentyabr Hamuzion restoranida. Konsert dasturlari soat 19:00 da boshlanadi. Betakror ijrolarga boy dasturga Isroildagi barcha muxlislarni taklif etamiz. Bir içesim geldi enarlarından, bir çıkasım geldi xumarlarından, bir içesim geldi enarlarından, bir çıkasım geldi xumarlarından. Xamir qilayotganinglarda uninglarga ozgina qarahmon solavering, chunki agar pisojni qilayotgan bo'lsanglar ham bo'laveradi, lekin qattiqlik bo'ladi. Qatlama qilayotganda ham, qattiq qilayotganda unga ozginagina bir 2 qoshiq qarahmon solsanglar, kartoshka qarahmon. Uninglar yumshoq bo'lib, ham tez yayiladi, lekin qattiqcha ko'p chiqadi. Shunaqa xamir bo'ladi. Endi biz buni xamirni idishga solib, xolodilnikka yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin olib, pisojni somsalarni tushiramiz. Ko'rsatdim. Yog'ni qo'yaman.